Shoshma, rostdan bugun o'lishim kerakmi? Ha, ertaga quyosh chiqishini ko'rmaysan. Men hali juda yosh va go'zalman. Hayot esa juda qiziqarli ekan. Rosti, o'lishni xohlamayman. Lekin meni ko'p vaqtim qolmadi. Saraton. Kimyo terapiyadan allaqachon sochlarim to'kilib ketdi. Ammo shu holatda ham go'zalman. Meni o'ldirish uchun kim seni yubordi? Men professional qotilman. Har qanday holatda ham buyurtmachini oshkor qilmayman. Bu men edim. Seni yollash uchun hamma pulimni ketkazdim. Chunki kasalxonada o'lishni xohlamayman. Qotil tomonidan o'ldirilish ajoyib. Oddiy o'lim, faqat qariyalar uchun. Bo'la qol. Bu ro'yxatimdagi oxirgi istagim edi.